Assalomu alaykum. Hamyurtlar, hamkasblar. Mana navbatdagi qilingan ishlardan lavha. O'zimizda Jizzax viloyati Zarbdor tuman Ravot mahallasida mana. Sistema to'liq samochoshni temirdan qilib berdim. Mana rossiyskiy hozirgi kunda kirib kelayotgan sveji quyma turbadan beshofni. Sistema cherdashni bo'ldi. Tepadan tomdan kirib keladi mana. Xonalarim juda katta, 11 metrlik xonalarim bor. Uyda egasi ham solavergan ekan uyda mana. Shunga yarasha ketyapti mana. Xohlasa mana qolgandan qismi. Mana terasga mana oyban qismida. Mana shu yerda o'zi ham juda katta mana 4 ta tochka qilindi. Shunday. Ko'rib turganingizdek mana tepadan cherdakdan kirib kelyapti. Samochoshni o'zi aylanadigan. Mana temirdan bo'lgan mana. Bu xonada ham xonalar katta, shuning uchun radiatorlar soni, qovurg'a soni ko'p ekan 350 ga 80. O'rtacha razmerdagisidan qo'yilgan. Shuni hisobiga ham qovurg'a soni ko'payib ketadi. Bu yoqda ham juda katta xona bor, lekin eshikda oldiga narsalar qo'yib qo'yibdi. Mana endi hozir bu tashqarida kotelda o'rnatilgan joyi. Kotelda ham o'zim ishlab chiqarganman. Avtomatlashtirilgan aqlli kotel. Uy juda ham katta. Haddan tashqari katta uy. Shuning uchun mana kotelda ham katta qilib yasadik. Kotelda ham gavdasi ham o'zi bir 35 sm ga 35 sm. Balandligi ham 1.25 shu atrofida. Qalin materiallardan yasalgan kotel aqlli. Tokka teng qo'yilishiga ham mana harorat ko'rsatadigan hammasi bor. Har doimgiday предохранительный klapan. Shofyorchasiga aytganda soldatnik. Ortiqcha tiqilishlar bo'lib qolsa, favqulodda ishga tushadi, portlamaydi hech narsa. Hozir podval qismida nasoslar ham qo'yilgan, o'shalarni ko'rsataman hozir mana. Mana bu yerga mana uyda tagidan kirib kelyapti mana podvalga, xonalardan kirib kelgan turbalar mana. Rossiyskiy beshofni turbalar mana. Mana ikkita xotli qilingan turbalar nasos bilan ham ishlaydi. Nasossiz ham ishlaydi. Xudo xolasa imkon darajasida aqlli sistema qilindi. Har qanday qishloq sharoitida ham bemalol foydalansa bo'ladi. Shaharchasiga hammasiga ketaveradi. Mana shunday